eng davolanishi qimmat bo'lgan, eng og'ir bo'lgan insult kasalligi. Bosh miyada qon aylanishining buzilishi. Bor yo'g'i 2 tabletka bilan uni oldini olib yurish mumkin. Nega shahar aholisi boradida suvdan, tog'dan, o'simlikdan rohatlanadi. O'zbekistonda ham bu qanaqadir yangi epidemiya bo'lib tus oldi. Mana shu telefonga bog'liqlik, mana shu telefonda soatlab o'tirish. Bu Instagram, Facebook, Telegram, YouTube'da shu soatlab mana o'tirish bitta joydan qimirlamay. Ulug' xoqonlar uyqusizlikdan aziyat chekkan. Insonda birgina boylik bor. Bu yakka yagona, u ham bo'lsa xotira degan. Uzr, men sizga uyqu dori bera olmayman. Nega? Ishingizni qarang, kechqurun 10 da kelar ekansiz. Mana shu uyqumni deydi, oxirgi 20 yillik ishimga alishmayman. Umuman olganda tadbirkorlikning o'zi juda ham qiyin proses bu. Yani juda ham bir mashaqqatdan iborat. Bu ham ayniqsa halol yo'l bilan pul topib tadbirkorlik qilish 2 karra 3 karra qiyin. Inson o'zida depressiya borligini yoki depressiyaga moyilligini qanday bilsa bo'ladi? Ota bilan ona uxlagan yotadi, bu chiqadida o'zini baland binodan tashlaydi yoki bo'lmasa osib qo'yadi. Assalomu alaykum azizlar. Yangi O'zbekiston kanalida sizlarni ko'rishdan juda ham xursandmiz. Yangi O'zbekiston loyihasining 8-soni yana efirda. Bugun o'sha qisqa tanaffusdan so'ng biz yana o'zimiz loyihamizni davom ettirishni yana maqsad qildik va bugun bizda juda ham dolzarb mavzu. Bugungi mavzuyimiz bu nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda keng tarqalib borayotgan muammolardan biri. Ya'ni bu qisqa qilib aytadigan bo'lsak, uyqusizlik kasalligi. Uyqusizlik kasalligi avvallari yosh kattalarda kuzatilayotgan bo'lsa, hozirga kelib bu kasallik boshqa kasalliklarga o'xshab yosharib bormoqda va keng tus olmoqda. Xo'p, bu kasalliklarni o'zi asl sababi nimada? Buni kelib chiqishi va bunga oqibatlari nimaga olib keladi uyqusizlikni va buning yechimlari qanday bo'ladi? Mana shu hamma savollarimizga bugun studiyamizda mehmon bo'lib turgan ustozimiz, meditsina fanlari doktori, professor Zarifboy aka Ibodullayevni taklif qilganmiz. Zarifboy aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zarifboy aka, unda vaqt ketkazmasdan birdaniga savollarga o'tsak, uyqusizlik mavzusiga o'tishdan oldin men birinchi savolni bermoqchiman sizga. Mana qanday holatlarda odamlar nevropatolog yoki nevropsixologga borishlari shart deb o'ylaysiz? Umuman olganda profilaktik tibbiyot degan tushuncha bor. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyasiga ko'ra turli kasalliklarda yoki turli kasalliklarni oldini olish uchun 3 oyda bir marta, 6 oyda bir marta, ba'zi holatlarda 1 yilda bir marta profilaktik ko'rikdan o'tib turish kerak. Bu dastur Yevropada juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Chunki profilaktik tibbiyot, ya'ni kasalliklarni oldini olishga ketadigan mablag' 10 barobar, hozir aytishyapti, 12 barobar arzonga tushadi davolanishga qaraganda. Hali kasallik bo'lmasdan turib doktorga bordingiz-da. Kasal bo'lgandan keyin tuzalib ketaman, baribir doktor davolaydi-ku desangiz, tuzalish bilan tugadigani bor. Kasallik surunkali bosqichga o'tib ketadigani bor. Nogironlik bilan va kerak bo'lsa o'lim bilan tugaydigan holatlar bor. Ko'rdingizmi? Mana oddiy bir haqiqatni sizga aytaman. Eng davolanishi qimmat bo'lgan, eng og'ir bo'lgan insult kasalligi. Bosh miyada qon aylanishining buzilishi. Bor yo'g'i 2 tabletka bilan uni oldini olib yurish mumkin. Qonni suyultiruvchi tabletka qon bosimini tushirib turuvchi tabletka. Ko'rdingizmi? Endi chunki nega qon bosimini tushirib turuvchi deb aytdingiz desa, chunki 70% insult arterial qon bosimi oshganlarda bo'ladi. Xuddi shunaqa nevroz mana depressiyalarni oladigan bo'lsak, ko'rdingizmi? Har kimni chet elda 2 ta do'sti bo'ladi. Men doimo buni aytaman. Bittasi advokat. Huquqiy demokratik davlatda albatta advokat do'stingiz bo'lsin. Ikkinchisi doktor bo'lsin.
endi men ham doktorman, ham psixolog bo'lganim uchun uchinchi do'stingiz agar psixolog bo'lsa yanada yaxshi. Demokratik davlatlarda darrov prokurorga chopib bormaydi, hokim tog'asiga telefon qilmaydi yoki ana prokuraturada ishlaydigan ammasiga telefon qilmaydida, mana bu odam menga nohaqlik qilyapti, bunga yuridik bir javobgarlikka tortish iloji bormi? Agar nohaq bo'lsa, balki men nohaqdirman deb advokatga murojaat qilasiz. Ko'rdingizmi? Bizlar demokratik davlat quramiz deyapmizmi? O'zbek xalqining ham 3 ta do'sti bo'lishi kerak. Biri advokat, biri doktor, biri deylik psixolog. Juda ham qiziq. Zarif boyki mana aytdingizki, o'sha insultlarni oldini olib yurish uchun ikkita tabletkani o'zi yetadi deysiz. Bu ikkita tabletkani qonni suyultiruvchi va davleniyani o'sha ushlab yuradigan. Davleniya dorisi endi tushunarli. Davleniya bu o'sha bo'lgandan keyin sezish boshlagandan keyin ichsa bo'ladi. Qonni suyultirganni misol uchun necha yoshda ichib yurish kerak uni? Mana men sizga yana yosh qiziqarli narsa aytaman. O'sha dorilarsiz ham nima qiladigan. Men doimo talabalarga leksiya o'qisam, men endi aytaman-da, qaranglar deyman. Kimda qon bosim bor, qo'llaringizni ko'taringlarchi deyman. Bir-biriga g'alati qarashadi. Domla ham qiziq, bizlarda qon bosim nima qiladi deydi. Yoshlarda. Biz endi 24-25 yosh. 10 yildan keyin 34 yosh bo'lasizlar. Yana shu savolni bersam, kimda qon bosim bor, qo'l ko'taringlarchi desam, nechta odam ko'taradi deb o'ylaysizlar desam, keyin bir-biriga hazillashib, mana bu ko'tarsa kerak, qo'l bu ko'tarsa kerak. Nega bunaqa deysan? Bu nervni, bu jahldor, u aytadi dedi. Xo'p, yana 10 yildan keyin, ya'ni 44 yoshga kirganingizda mana shu 200 ta talabadan nechtasi qani qo'lingni ko'tarchi, nechtangda qon bosim bor desa, nechta odam ko'taradi deb o'ylaysizlar? Menimcha shu 20-30% ko'tarsa kerak deydi. Mana sizlarga dars o'tayotgan, leksiya o'qiyotgan domlalaringiz, professorlarni biz katta zalda o'tiramiz. Hammasi 40 dan oshgan, 50 dan oshgan, 60 dan oshgan, 70 yoshlar ham ustozlar bor. Qani ustozlar, bir qo'llaringizni ko'taringlarchi. Nechta foizda davleniya bor ekan, qon bosim bor ekan deysizlar, nima deysizlar desam, aytinglar uyalmang desam, ko'p aytib, menimcha 60-70% qo'l ko'tarsa kerak, sizlar yoshlaringiz katta-ku deydi. Xo'p, qolgan 30% ko'tarmaydimi? 70 yosh bo'lsa ham deyman. Ha deydi, hammasi davleniya bo'lmaydi, 100% domla deydi. Xo'p, nega mana 70% da qon bosim bor? Mana bu 30% da qon bosim bo'lmaydi. U ham 70 yoshda, bu professor ham. Bu ham 70 yoshda-ku. Nima deb o'ylaysizlar desam, qani aytinglar desam, bittasi aytadi, sport bilan shug'ullansa kerak, yoshidan o'sha ustoz. Yana bittasi aytadi, yog'li ovqatlar yemasa kerak dedi. Seni fikringchi deyman. Ya'ni o'ylaydi. Endi domla stress bo'lmasa kerak deydi. Sen nima deb o'ylaysan? Endi haftada bir marta cho'milishga borib kelib tursa kerak. Yana kimda qanaqa fikr bor deyman. Aroq ichmasa kerak deydi. Yana qanaqa fikr bor desam, nima qilmasa kerak? Sigaret chekmasa kerak. Yana qanaqa hozir zamonda eng yomon narsa mana shu gipodinamiya, ya'ni kam harakatlilik bo'lmasa kerak. Hadeb kompyuterda o'tiravermasa kerak. Ana ko'rdingizmi? Sizlar o'zlaringiz bilmagan holda shunaqa bo'lish kerak bo'lgan narsani anglab aytib beryapsizlar. Insultni 16 million odamda har yili insult bo'ladi. 16 million. 2 yilda bitta O'zbekistonning davlat aholisi insult bo'ladi-da. Qanchasi o'ladi? Xo'p. Sizlarda shu narsalar bormi deyman? Yo'q. Nega yo'q? Biz yoshimizki domla. Yo'q, hozir aytdimki, ana u yoshi katta bo'lsa ham insult yo'q, davleniya yo'q. Nima qilmaydi, ko'rdinglarmi? Insultga tayyorgarlikni hozirdan boshlanglar, xohlasangizlar deyman. Qanaqa boshlaymiz? Mana zal 2 ga bo'linganda bizda. Sizlar chekinglar, ichinglar, kuni bilan kompyuterda o'tiringlar, har kun shashlik yenglar, salatsiz nima qilinglar-da. Yana nima edi? Har kun jahlga otiga minib urushaveringlar, zalni bu tomoni insult bo'lasizlar 55-56 yoshdan keyin, hozir 40 yoshdan keyin. Bular chekmasa, ichmasa, yog'li ovqat yemasa, sport bilan shug'ullansa, jahl chiqadigan holatda stressda ham mayli endi deb mendan o'tdi yo undan o'tdi. Stress sababi ikkita bo'ladi. Biri aybdorsiz, ikkinchisi aybdor bu bo'ladi. Bu jahlingizni chiqardi, siz yaxshi odamsiz. Kechirib yuborasiz. Aytadi-ku, kechirimli bo'l deb. Mana qaranglar deyman. Voy domla, insultni oldini olish shu qadar osonmi?
Nafaqat bonusiga yana bitta narsani oldini olasizlar. Yana nimani? Infarktni ham. Qanaqa? Infarktni ham, yurakni, insultni ham. Sababi bir xil. Bir xil. Yo'q, farq qiladi-yu domla, absolyutno farq qilmaydi. Farq qiladi joylashuv joyida. Bu yerda qon tomir tiqilib qoladi, infarkt bo'lib o'ladi. Bu yerda qon tomir tiqilib qoladi, tildan qoladi, paralij bo'ladi. Paralij, to'g'ri. Bu ham xolesterin ko'pligidan, bu ham nimadan? Ana endi men qon bosim dori ichib yursa hech bo'lmasa degan yoki aspirin arzimagan mana hozir kardiomagniy deydi. Har xil nima chiqib ketgan dorilar. Qonni suyultiruvchi dorilar. Uni yoshlik paytdan ham ichish Yo'q, yo'q, uni doktorga borinib, mana 40 yoshdan keyin iloji bo'lsa. 40 yoshdan keyin. 40 yoshdan keyin hali sizlar yoshida ichmasa ham bo'ladi. Mana hozir yoz oyida men intervyu beryapman. Tog'olcha, olxo'ri. Bechora hozir olxo'riga rahming kelib ketadi. Arzimagan pul turibdi. Turgan bitgani foyda. Olxo'ri, namatak, tog'olcha, olcha o'zimizda nimalarga Xorazmda chiya deydi buni. Gilosdan kichkinasi nima. Bular qonni shunaqa suyultirish xususiyatiga ega. Hatto men ba'zi insultni oldini olish uchun dori ichib yurgan ba'zi tanishlarimga menda doimo nazoratda turadigan. Endi ichmay tura qoling, oshqozon dam olsin. Mana mazza qilib shakari kamroq solib kompot ichinglar deyman. Yoz faslida. Yoz faslida. Ya'ni olxo'rini masalan ichakni ham yaxshi keltiradi ishni ham. Aha, to'g'ri. Tushundingizmi mana? Bexi turgan bitgani foyda. Endi oktyabr, noyabr oylarida mana shu kalsivoy yo'limiz bor-ku. Aha. Yangi Toshmon yo'llardan, halqa yo'ldan yursangiz, eng qiziq manzaraga duch kelasiz. Hamma yoqda qovoqlari uyib qo'yibdi-da. Qovoq sayli. Sotib ola olmaysiz. Qovoq fasli. Bu yoqda ham sotuvchi yo'q, bu yoqda ham sotuvchi yo'q. O'g'irlab kelsang ham indamaydi. Menga sadaqa bering deb borsangiz, men bitta qovoq deydi. Dunyoda eng qadri yo'q. Bu nima? Poliz ekini qovoq va turgan bitgani foydaligi qovoq. Turgan bitgani foyda. Jigarga foyda, qon tomirga foyda, suyakka foyda, ko'zga foyda. Yana bitta eng foydali va eng arzon poliz ekinlardan biri bu karam. Biz nima qilamiz? Echkilarga beramiz. Echkisiga olib ketadi bir qop. O'zing yemaysanmi uyda desa, yo'q deydi bolalarimga go'shtdan nimadan qaynatib nima qilib beraman dedi. Hozir nima bo'lyapti? Ekologiya buzildi. Tarvuz qovun yesangiz zaharlar ichib ketadi. O'zi nimalar bo'lib ketdi? Ximiya. Sizlar bilmaysizlar. Xotinimga aytsam, ana ekan, qara biz yoshligimizda pomidorlar hidi bo'lardi desam, 20 yoshli o'g'lim kelib, "Ada pomidorda ham hid bo'ladimi?" deydi. Ha, biz yoshligimizda pomidor hidi, mana shu endi hidi eng kam narsada pomidor. 2 metrda hidi sezilib turardi. To'g'ri, to'g'ri. Shirin bo'lardi. U nimasi? Biz bilardik, fosfor bilardik. Men kolxozda ishlaganman, Xorazmda maktabda o'qiganimda. Selitrani bilardik. Ozgina sep oqartirib olmasa Makka jo'xoriga nomiga sep deb nima qilishardi. Fosfor bersang haligi eng boshoqli degan payt fosfor separdik. Men shu qo'llarim bilan men sepganman shuni mana. Hozir pomidorga shpris bilan tiqsa, pomidor qizartirib yuboradigan, tarvuzni qip-qizir qiladigan shu zahoti nimalar kirib keldi. Krasitellar. Ximiya kirib keldi. Ximiya. Ximiya bilan shovqin o'ldiryapti odamlarni. Shuning uchun xalq shahardan qochyapti. Ko'rdingizmi? Shuni hisobiga mana shu allergiyalar ko'payib. Nega tog' aholisi kelib shaharni ko'rib domdan rohatlanmaydi? Nega shahar aholisi boradida suvdan, tog'dan, o'simlikdan rohatlanadi? Chunki million yil ilgari biz suv tagidan chiqib kelganmiz. Qayerdan chiqqan bo'lsak, o'sha yerga intilasanda. Daraxtlar tagida, qoyalar tagida yashaganmiz. Hali ibtidoiy jamoa davrini eramizda million yil oldingi kunlar insoniyat yolg'izlikni xohlab qoldi. Insoniyat sukunatni xohlab qoldi. Insoniyat o'sha tog' toshlar oldiga borgisi keldi. Nega? Tog' xohlagancha baqirasan, tog' senga baqirmaydi. Suvga xohlagancha dardingni aytasan, suv senga yuzingga suv sepmaydi, yo'qol demaydi. Majnun tolib tagiga borib xohlagancha yig'laysan. Haligi xipchini bilan urmaydi. To'yiz xalq xohlab qoldi, indamaydigan muvozanatni, indamaydigan tabiatni xohlab qoldi. Chunki insonni inson qiladigan, insonni
infarkt qiladigan ham, insonni insult qiladigan ham inson. Shu bilan birga insonni davolaydigan ham, insonga rohat baxshida qiladigan ham inson. Mana siz menga aytdingiz, uyqusizlik bo'yicha chaqirdingiz, hech o'tolmayapsiz uyqusizlikka. O'tishdan oldin shuni ayting, nega men ko'p uxlayveraman. Anavi aytadi, bor sabablar. Endi kislorod yetishmayapti miyaga deydi. Endi deydi, boshqa bir sabab bordir, ichki gemoglobinda muammo bordir desa, depressiyada bu qabohatli dunyoni ko'rmay. Ko'zim ko'rmasin seni ey dunyo. Ko'zimni yumsam hech kim ko'rinmaydi, o'zim bilan o'zim qolaman degan ma'noda ham uxlaydi. Freud tili bilan aytganda, Carl Gustav Jung tili bilan aytganda, Alfred Adler tili bilan aytganda, inson nega ko'p uxlaydi? Psixoanalitik tili bilan aytganda, qo'y seni ko'zim ko'rmay. Hattoki mushtipar ona o'z tuqqan bolasidan bir sal xolis bo'lib ko'zim yumay deydi. Meni kecha kunduz qiynab yurgan erimdan ko'zimni yumay, ko'rmay shuni, ko'zim ko'rmasin shuni deydi. Ko'z yumib rohatlangiz keladi. Shuning uchun insoniyat tog'u toshlarga qochgan o'sha paytlarda ham. Olimlar, yozuvchilar ketgan deb. Mana hamma shu Farobiyni oling, Beruniyni oling, Mashrabni oling. Ko'pchilik o'sha tog'u toshlarga ketib o'zini asarlarini o'sha yerda yozgan. Menga nima, shuning uchun men doimo aytaman, olimning eng yaqin do'sti bu yolg'izlik deb. Hozir nafaqat olimning, oddiy insonning ham eng yaqin do'sti yolg'izlik. Nega? Do'st degan so'zda, iborada ikkinchi shaxs bo'lishi kerak-ku. Qanaqa odam yolg'iz bo'lsa uni do'sti bo'ladi. O'sha yolg'izlik uni do'sti. Yoqtirmayapti odamlarni. Odamlar o'zgargan deydi. Ko'rdingizmi? Qarang, mana bizlar yoshimizdagilar 60 ta oshdik, mehr-oqibat qolmadi, nima qolmadi deb. Hozir bu tengi yoshlar so'rab boshladi. O'sha davrni gapirib bering, rostdan ham shunaqamidi deb. Ko'rdingizmi? Orzu qilishyapti. Hatto bitta bemor keldi. Ada, sizni o'rningizga men tug'ilsam bo'lmasmidi o'sha davrda? Qanaqasiz onam bilan birga yashagansiz? Shu 8 ta bolani boqqansizlar deb aytibdi. Nega bolangiz unaqa dedi desa, 3 marta ajraldi dedi, xotini bilan kelishmay. O'zi yomondir desa, bir marta o'zi ayb qilib qo'ydi. Ikkinchi, uchinchisida tili kuygan qatiqni ham puflab ichan degandek, juda yaxshi munosabatda bo'ldi. Ikkita xotinim yomon bo'lib chiqdi dedi. Xuddi shunaqa xotinim 30 yil, 40 yil oldin tug'ilganda, mana shunaqa men gapirsam, xuddi shu stilda javob qaytararmidi onajon debdi. Yig'lab o'g'il bola. Yo'q bolam, bu paytda bunaqa javob qaytarmasdi. Adangam menga shunaqa munosabatda bo'lganman mana bir paytlar. Lekin bir kunni unutib yuborardik, kechirimli bo'lardik deydi. Ko'rdingizmi? Unda o'shanda aytgan joni chiqib, men o'sha paytda men tug'ilsam bo'lmasmidi adam o'rniga. Nega men bunaqa baxtsizman deb dedi, o'g'il bola yig'ladi dedi. Ko'rdingizmi? Tushunarli holat. Xo'p, Zarif boy aka, biz endi asosiy shu mavzuyimizga o'tsak, uyqusizlik to'g'risida gap ochdik efir boshida. Uyqusizlik meni o'zimni shu shaxsiy kuzatuvlarimdan kelib chiqqan holda mana hozir aytaman. Negadir shu oxirgi 10 yil, 15 yilda butun dunyo bo'yicha ham va xuddi shunaqa O'zbekistonda ham bu qanaqadir yangi epidemiya bo'lib tus oldi. Va ayniqsa bu uyqusizlik yoshardi. Mana institut o'qiyotgan ukalarimizda ko'pchilikda uxlamayapman deydi yoki institut kirayotganlarda yoki misol uchun yosh hali uylanmagan bolalarimizda ham ko'p uchraydi bu narsa. Men juda ko'p eshitaman, yaxshi uxlamayapman kechasi deydi, uyquga to'ymayapman deydi. Shunaqa narsalar ko'payib ketgan. Ha, internetda ham buni bir zamonaviy tilda insomniya deylar ekan, adashmasam. Bu bir o'zim efirga tayyorlanayotgan paytimda qiziqib ko'rsam, boshqa nimagadir shu imенно shu rivojlangan katta haligi megapolis shaharlarda ko'p ekan bu kasallik bilan duch kelgan odamlar. Bunga nima sabab bo'ldi? Buni o'zi kelib chiqishi nimada bo'ldi? Mana to'g'ri aytdingiz. Asosan rivojlangan davlatlar bu kasallikdan aziyat chekardi. Hatto somnologiya fani ularda paydo bo'lgan. Aynan uyqusizlik, umuman uyqu patologiyasini o'rganadigan fanga somnologiya deydi. Mana bizda
Dildora Amirjonova degan qizimiz xavotirli-fobik nevrozlarda somnologiya tadqiqotlarini olib boryapti. Ya'ni uyqu buzilishi sabablarini. Keling, men sizga oddiyroq tushuntiraman. O'zi fiziologiya nima, patologiya nima? Fiziologiya degani sog'lom organizmda kechayotgan sog'lom jarayonlar. Patologiya, pato so'zidan kasallik. Fiziologik norma nima? Chaqaloq uchun 10 soatlik uyqu. 10, undan ham ko'p, 14 soatlab uxlaydi, chunki uxlab o'sadi chaqaloq. Ha, mana shunaqa ko'p uyqu, u nimasi mana o'sha 10 soatdan 18 soatgacha bemalol nima qilinadi. O'rtacha 12 soatlar. Keyin bola sal o'sgan sayin uyqu davomiyligi qisqarib boradi. Bu fiziologiya. 8 soat. 8, 9. Biza uchun mana, biza uchun 6 soat norma. 6 soat uyqu. Demak, 12 da uxlasangiz, 6 da turish norma. Lekin buni chegarasi bor, 6-8 soat deymiz. Agarda sizni ukangiz, opangiz, ayolingiz mana shu yoshda, 30-40 yoshlarda 10 soatlab uxlab shunda ham to'ymay turyaptimi? Bu patologiya. Nega megapolisda, shaharlarda uyqusizlik bu haqiqatan epidemiyaga aylandi. Epidemiya so'zi eng ko'p uchrash degani. Informatsion nevroz degan tushuncha bor. Uyqusizligi sababi juda ko'p. Bularning ichida eng asosiy sabablari o'sha informatsion nevroz va depressiya. Depressiya bu tushkun kayfiyat. Biz bu haqda ham gaplashsak kerak. Nevrozni endi xalqimiz bilib qoldi. Asabiylik, jahldorlik, salnasiga lovullab ketish, urishib ketish, shu bilan mana hammasi bilan namoyon bo'ladigan holatga nevroz deydi. Shaharda nevroz ko'p uchraydi. Uyqusizlikning sabablaridan biri mana shu. Nevroz. Keyin ishlash fiziologik mehnat gigiyenasini buzilib ketishi. Men juda ko'p intervyu berdim, ko'p gapirdim, aytdim yaqinda. Agarda mehnat davomiyligiga, ish davomiyligiga davlatning ravnaqi bog'liq bo'lsa edi, dunyoda eng rivojlangan davlat O'zbekiston bo'lar edi. Eng qaloq davlat Germaniya bo'lar edi deb gapirgan joyimni kesib qo'yishgan ekan, bilmadim. Hamma yoqqa tarqab nima qilib ketdi. Men shu yerda aytdim. El tuzni o'qiysizmi? Xohlagan bir haligi mustaqil kanallar o'qisangiz, shunaqa shikoyatlar bilan yozadi. Majlisbozlik ko'pligi, kech-kech ishlashi. Meni o'zimni hayron qolasiz telefonim ko'rsasam. Yo'q, mana shu insonlar kelib turadimi sizga deysiz-da. Endi vrachebniy etika degan narsa bor. Klientga aytmaysiz. 11 da qaytaman uyga dedi. 12 da qaytaman dedi. Keling aytaman, zam ministrlar bor shunaqalar. Ba'zilarni borib konsultatsiya qilaman. Qilmanglar, sizlarni o'zingiz qancha odamga ziyon beryapsizlar. Bosh miyani 3 ta funksional bloki bor. Aleksandr Romanovich Luria o'rgangan 3 ta funksional blok. Ana endi qarang. Buni tagida xotira buzilishlarining sababini aytib beraman sizlarga. Uyqu buzilishlarini ham. Biz ko'ramiz, ko'ruv markazi, eshitamiz, eshituv markazi, paypaslab turib nimalarni, dunyoni anglaymiz. Mana bu parietal sohada mana shunaqa proprioceptiv markaz bor. Peshona sohasi tafakkur operatsiyalar uchun javob bo'lgan markaz, beradigan markaz. Ana fiziologik normasi qanaqa ekan? İnsonning miyasi samaradorligi ishlaganda qancha vaqtga borguncha yetadi, qancha soat nechidan keyin foydasi bo'lib qoladi deb 100 yil oldin, keyin 20 yil oldin yana 20 yil mobaynida buni o'rganishdida 4-6 soat. Ishlash. Demak, samarali miyani ishlash. Aqliy mehnatingiz mana shuni olamiz. Endi jismoniy mehnat ham mana bu o'ymakor, duradgor bo'ladi deymizku. Ularda ham 4-6 soat. Lekin ba'zi kasb egalariga 8 soat bo'lishi mumkin dedi. Mayli 8 soat deylik. Ertalab 10 da boshlasa ish 18:00 da tugashi kerak. O'rtadagi obed ham shu soat ichiga kirib ketish kerak. 9 da boshlasa 17:00 da tugashi kerak. Undan keyingi ish samarasi 0.
kerak bo'lsa ishchi 16:00gacha ishlab qo'yib yuborsangiz, o'sha korxona gurkirab rivojlanadi. Ishni sog'inib qoladi, ertaga sog'inib keladi. Kechqurun 18:00 dan keyin mehnat gigiyenasi, mehnat psixologiyasini o'rgangan olimlar, hurmatli mana butun vazirlar eshitsin, hokimlar eshitsin. 18:00, mana 22:00 aytmayapman. 18:00dan keyin ishchingiz uyga ketdimi? Ertaga ish boshlanadi, o'sha deb xavotir bilan uxlaydi. Ya'ni ish bo'ladi. Ya'ni ishga borishim kerak deb. Agarda sizni xodimingiz 16:00da uyga ketsa, 2 soat bola chaqasi bilan o'ynaydi. 2 soat ani ovqatlanishi ketadi. 2 soat yana qaysi ishlarga ketadi. Yana 2 soatdan keyin zerikib boshlaydi-da, ishga borgisi kelib qoladi. Domla isbot qilib bering shuni desangiz, marhamat. Yangi yil bayrami kuni mana yana qaysi hayit bayramlari kuni 3 kun javob berib yuboradi-yu. Bechora o'zbeklar 3-kuni zerikib ketdim deb ishga boradi. Ko'rdingizmi? Chunki bu reflektor reaksiya. Demak, birinchi masala 16:00dan keyin ishni to'xtatish kerak. Bo'ldi. Keyin yana studentlarga nega 45 minut leksiya o'qiydi bilasizmi? Nega 55 minut emas? Miya qabul qilmaydi. Nega 65 minut emas? Student har qanday davlatning eng sog'lom qatlami. Chunki bevosita berib turilgan informatsiyani miya ketma-ket leksiya o'qilyapti, kelib turibdi. 45 minut qabul qilib tura oladi. 45 minutdan keyin o'chadi. Qani hamma zali bo'shasin, aylaninglar mana bu yoqqa. Bir pererv qilib kelinglar deydi. Aqlli professor bo'lsa tushunadigan. Yana 5 minut indamaydi. 5 minutda pererv bo'ladimi? 10 minutdan keyin boshlaydi leksiyasini. 15 minut kutingchi. Men rosa bunaqa repetitsiya qilganman. 30 yildan leksiya o'qiyman. 10 minutdan keyin o'zlari kirib boshlaydi zalga. Yana kutsam boshlamaysizmi domla deb boshlaydi. Ko'rdingizmi? Demak, miya mana shunaqa nima qiladi. Hozir nima bo'layapti? Ishni bajarishga 8 soatda ham yetmaydi, 12 soatda ham yetmaydi. Kimda kim ko'p ish joyida o'tirsa, ishning samarasi yuqori bo'ladi degan narsa noto'g'ri narsa, bu teskari narsa. Inson erkin bo'lib tug'ilgan. Erkinlikni yoqtiradi. Bolangga biror ish buyurchi, bolangga deb notasiya o'qiyverchi. 40 ta oshga odamga nega notasiya o'qiyverasan? Sen nima haqqing bor u paxtani yig'ishtirib olishini qachon, bug'doyni qachon yig'ishtirib olishi bilan nima ishing bor? Nima ishing bor? Uni erkin qo'y, o'zi biladi. Yoki daraxt ekilsin degan buyruq berish nima kerak bor? Yerimizda million yil ilgari daraxt ekilmagan. Dehqonlar qishloqda katta bo'lgandan yozda ekin-tikin qilinardi, bahorda, yozda yig'ishtirib olasan, kuzda yig'ishtirib olasan. Bahor kelgandan men o'ylab qolaman-da. Ko'chalarda doimo maktabdan ustozlarimiz ergashib ko'chada ekib yurardik, gullar ekardik, kunga boqar ekardik. O'zi qiladi. Insonni erkin qoldirishiga. Tushundingizmi? Mana sabab bitta mingtada. Tushunarli. Demak, Zarifboy aka, hozir mana yuqorida ta'kidlab o'tdingiz. Shu aytgan ma'lumotlaringizdan kelib chiqib xulosa qiladigan bo'lsak, qisqa lo'nda qilib, uyqusizlikning asosiy sabablari demak, birinchi bo'lib stress, nevroz, mehnat gigiyenasining buzilishi deb aytib o'tdingiz. Va menda hozir yana bitta nima sabab bor. Men o'zim o'sha tadqiqot masu, o'zim o'sha surishtirib, bilib, o'qib shuni tushundim. Ana hozir ayniqsa oxirgi paytlarda yoshlarda bu juda ham trendga aylandi. Bu mana shu telefonga bog'liqlik. Mana shu telefonda soatlab o'tirish. Bu Instagram, Facebook, Telegram, YouTube'da shu soatlab mana o'tirish, bitta joydan qimirlamay. Mana ayniqsa yoshlarimizni ko'p kuzatamiz. Kechqurun soat 9 dan keyin shu 10, 11, 12, 1, 2 gacha o'tirishadi-da, mana tinmasdan bosh ko'taradi. TikTokmi, ya'ni boshqa platformalarni ishlatib. Men so'rayman, nimaga bu kechasi uxlamaysizlarmi? Uyquning eng oltin davri bor. Shu 10:30 bilan 12 ni orasi. Eng oltin davrini o'tkazib yorib, unda telefoningizda o'tiribsizlar, har xil informatsiyani yig'ib. Uxlamaysizlarmi desam, yo'q, eng tinchigan payti, darslarimizdan qutulgan paytimiz, ishdan bo'shagan paytimiz, o'tiramiz maza qilib soatlab. Shunaqa deyishadi. Ko'p aytishadi menga. Mana shu kechasi telefonda soatlab o'tirish va umuman kunduzi ham soatlab telefonga bog'liq bo'lib o'tirish. Mana shu ham bir yangi zamonaviy
sabab bo'la oladimi uyqusizlik uchun? Nima deb o'ylaysiz? Yangi termin kirdi. Ilm fanga yangi termin olib kirishdi. Infodemiya degan. Infodemiya. Pandemiya so'zini eshitgansizlar. Aha. Epidemiya so'zini eshitgansizlar. Aha. Pandemiya desa hamma esingizga virus keladi. To'g'ri. Hozir infodemiya Infodemiya. hozir emas, 10 yildan oshdi bunaqa terminni kiritishdi. Bu degani informatsiya so'zidan kelib chiqib. Mana bu ko'p o'tiradi dedingiz-ku. Informatsiyada hadeb kelib kuni bilan o'tirdi deylik. Ular 4 soat, 5 soat ba'zan qo'lidan tushmaydi. Nima bo'ladi? Informatsiya olaveradi. Infodemiya. Shuni orqasidan nafaqat uyqu buziladi. Mana siz ko'tarayotgan muammo. Nevroz, depressiya, xotira buzilishi, endi ko'rishni aytib yotishibdi. Miya olaveradi. Qachonki informatsiyani olaversang-ku, o'sha olgan informatsiya asosida nimadir ish qilmasang, senda nevroz rivojlanadi, kerak bo'lsa psixoz rivojlanadi, kerak bo'lsa suitsid rivojlanadi, kerak bo'lsa o'zini o'ldiradi. Demak, bu nima degani? Ochding kompyuterni, internetida kirding. Shu yerda chiroyli matematik masalani yechish yo'llari ko'rsatildi. Ko'rdingizmi matematik masalani yechishni? Siz o'ymakor, ustasiz o'rganib kelayotgan. Shunda ochdingizda kirdingiz. Mana bundoq qilib, mana bunaqa bigizlama o'xshatma qilsak, zo'r nima bo'ladi? O'qib chiqdingiz 45 minut. Bordingizda, qildingizda, mana o'qidim. Ustayga ko'rsatdingiz. Endi mana bu qizimiz otasini tug'ilgan kuniga chiroyli hech kim pishirmagan tort qilgisi qoldi. Internetga kiradida, "Oyijon" dedi, "Gangaga borib tort olib keling" dedi. Men dedi, "O'zim bir chiroyli narsa nima qilaman" dedi. Kiradi. Mana bu italyanskiy kuxnadan zo'r bir tort pishirish yo'lini o'qib chiqdi-da, "Oyijon, menga 300 ming so'm berib ketdim men." Qaraydi, bordi, ozgina tuxum olib keldi, shakar olib keldi, limon olib keldi, kivi olib keldi, buni olib keldi-da, yana qancha nima qildi, ijod qildi. Qanaqa qilib bunda nevroz rivojlanishi mumkin? Qanaqa qilib bunda psixoz rivojlanishi mumkin? Qanaqa bunda infodemiya bo'lishi mumkin? Ya'ni informatsiyani oldi, amalda bajardi. Informatsiyani oldi, amalda bajardi. Siz ham informatsiyani oldingiz, amalda bajardingiz. Bu tibbiyot instituti magistri. Yangi kasal keldi. Endi sen 6 yil o'qiding. Endi sen birinchi kurs magistrsan. O'zing o'rgan endi, o'rgatdik-ku. Davolashni. Dedi-da, kasalni krizi bor. Hali umrida kasal ko'rmagan. Qo'rqadimi? Keladi, bemor shikoyatlarni eshitib chiqadi. Boshim og'riydi, uyqum buzilgan, kayfiyatim tushib ketadi, ishtaham tushadi, bundoq dedi. Bo'ldi, siz hozir qon analizi topshirib turing dedi-da, yolg'ondan misol. Biz o'rgatamiz. Tibbiyotimiz talabalari aldanglarda analiz topshiradi, analizga chiqadi. Analiz topshirguncha darrov shikoyatlarni olib internetga qo'yiladi. Qarasangizlar diagnoz chiqadi. Hozir sun'iy intellekt men tavsiya qilmayman, jamda. To'g'ri. Ana nima boshladi? Yurak tuk-tuk urib turibdi. Ular o'sha yerda o'chib bo'lsa, analizga ko'proq olib ketsin deb Xudodan tilab o'tiradi-da. O'qib, o'rganib boradi. Kasal kiravermagandan o'zi chiqadi. Çünkü o'sha kallaga diagnoz kirdi-da, darrov diagnoz qo'yingiz kelyapti. Keyin diagnoz qo'yadi-da, "Voy, to'g'ri aytdingiz. Bu ana professor shu diagnoz qo'ydi." Yashiradi. Sumkasiga yashirib qo'yadi, ular bizga qo'ygan diagnozlar. Yosh bo'lsangiz ham zo'r ekansiz, mana shu diagnozni ustozingiz qo'yuvdi. Ko'ngli ko'tarilib ketadimi? Haligi yoshlar kechasi kunduz telefonda o'tirsa, yalqov bo'lib qoladi. Bolam borib ozgina 2 kilo shakar bilan buxonga non olib kel desa, ukamga buyuring. Men dedi, yolg'ondan darsim qilyapman dedi. Opamga buyuring, nima qilyapman dedi. To'g'ri. Ko'rdingizmi? Aniga qiziqib ketdi-da. To'g'ri, bunaqa holatlar juda ham ko'payib ketdi. Ha, buni zamonaviy Mowgli sindromi deb men qo'ydim. Telefonga mukkasidan berilish bu yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. Zarab aka, uyqusizlik kasalligining oqibatlari qanaqa bo'lardi agarda
aytaylik kimdir uyqusizlik bilan kasallik bilan shu dard chekayotgan bo'lsa, uni o'sha uyqusizligini vaqtida doktorga bormasa yoki vaqtida o'sha lecheniyasini olmasa, qanaqa asoratlari bo'lishi mumkin? Ya'ni keyinchalik nimaga olib keladi? Xo'p, qarang. Bundoq qilaylik, chunki uyqusizlik bilan ko'p odam aziyat chekadi. Hozir men insult bo'lasan, infarkt bo'lasan, cherikni dalning oshadi desam, hamma vahimaga tushib qoladi. Chunki bunaqa kelib turibdi menga. Men aytaman, uyqusizlik sizda ham bo'lgan, menda ham, hammada bu bo'ladi. Bir hafta, ya'ni chala uxlab berasiz, 10 kun uyqu qochib oladi. Shunda men aytaman, uyqusizlik bu yoningizda turgan qush deyman. O'sha qush aynan sizniki. Uni borib ushlashga harakat qilavermang. Uchib ana yoqqa qo'nadi. Yana meniki-ku bu deb yana ushlamoqchi bo'lsangiz ana yoqqa qo'nadi. Agar yana ushlamoqchi bo'lsangiz, paxsadan oshib qo'shni uyga o'tib ketadi. Qushsiz qolasiz, ya'ni uyqusiz qolasiz. Shuning uchun spokойно o'tiring. Mana obrazni tushuntiryapman-da. Qush atrofingizda aylanib yuradi. Qo'lingizni ochib qo'ying. Qush nima ekan deydi, qo'lingizga qo'nadi. Ya'ni qushni qancha ushlab olaman desa, u shuncha qochadi. Qancha spokойно o'tirsangiz, u shuncha sizga intiladi. Siz uxlamaysiz, miya uxlaydi. Sizda uyqu qochgani yo'q, miyada uyqu qochdi. Agar miya tilga kirib, "Hoy miya, nega uxlamayapsan?" desa, "To'xtasangchi, ozgina shuni xohlayapman. Uxlamay ko'rg'ichi, shuni xohlayapman. Sen ba'zan shirin narsa yeging keladi, ba'zan sho'r narsa yeging keladi. Men senga nega shirin narsa yeding, achchiq narsa yeding demayman-ku deb. Miya ba'zan asechka berib oladi deydi. Uxlamagisi keladi. Bugun uxlamadi, ertaga uxlamadi, indin uxlamadi. Agar sen mayli somnologga bording, doktorga bording, tekshirdida, kechirasiz nega keldingiz menga? Soppa sog'siz, miyani zararlangan belgisi yo'q desa, uyga qaytib ketdi. Kut o'sha qushni kelib qo'lingga qo'nishini. Yo'li ko'p. Aylan, sayr qil, kitob o'qi, gaplash, uxlaysan. Keyin uxlaganini anglamaslik sindromi ham bor. Oyi, uxladingiz-ku, yo'q uxlamadim. Nima qilganlaring bilib o'tirdim. Turdingda dedi, chaqalog'ingga dedi, sut qaynatib berding, emizding. Voy, xurak yotib yotdingiz-ku. Uxlamadim, hammasi bilib o'tirdim dedi. Buni uxlaganini anglamaslik sindromi deydi. Uxlaydi, lekin uxlamaganini anglamaydi. O'shuning uchun uxlamasa infarkt bo'ladi, uxlamasa insult bo'ladi degan narsa yo'q. Mana intervyumdan keyin hurmatli aholi, insult sabablari deb yozinglar. Bitta joyda ham chiqmaydi uyqusizlik degani. Infarkt sabablari deb yozinglar. Bitta joyda ham chiqmaydi. Uyqusizlik infarktga olib keladi degan joy. Ko'rdingizmi? Men ham kam uxlayman. Men shuning uchun juda ko'p kitob yozganman. Kitob yozaman, kitob o'qiyman nima. Keyin sizga juda ham bir xursand bo'ladigan informatsiya aytaman. Ulug' xoqonlar uyqusizlikdan aziyat chekkan. Ot ustida uxladi degan narsa bor. Qadimda, menimcha aniq bilmaydi olimlar ham 17-18-asrda quyoshli odamlar degan atamani kiritishdi fanga. Uxlamaydigan odamlarga quyoshli odamlar deydi. Men ham quyoshli odam bo'laman. Men ham Napoleon, Aleksandr Makedonskiy, Amir Temurga o'xshab uxlamayman deb o'ylamang. Bu asobiy odamlar. Necha foizligini hech kim bilmaydi. Balkim 3%dir, butun yer sharida 5%dir. Ila Alloh ularni shunaqa yaratgan. Ular uxlamagan. Agarda uxlamasada ish sifati pasaymasa, unda quyoshli odam deydi. Nega men xoqonlarni misol keltirdim? Fizik olimlar, oddiy insonlar orasida bormi? Bor bo'lsa kerak, bo'ladi. Bo'lsa kerak emas, bor. Bular mana Amir Temur ham, Aleksandr Makedonskiy, Napoleon, buyuk xoqonlarda uyqu bo'lmagan, razvedchiklarda bo'lmaydi. Demak, aytib qo'ying.
sizda uyqusizlik ertangi jismoniy aqliy faoliyatingizga ziyon yetkazsa, siz quyoshli odam emassiz. Demak, sizga uyqu kerak. Ular umrbod uxlamay o'tganmi? O'sha siz aytgan buyuk shohlar, xoqonlar desangiz, yo'q, uxlaydi. Uxlagan, lekin halidaqa 2 soat, 3 soat uxlasa ham nima bo'ladi? Ularga yetarli bo'lgan. Keyin shu yerda yana savol berishadi. Tungi uyqu bilan kunduzgi uyquni. Domla deydi, ba'zilar keladi, o'rtoq professor men deydi, 10 minut deydi, shundoq mizg'ib olsam deydi. Men katta ishlaydiganlar keladi-da. Shundoq tetiklashaman deydi, yana ishlayib yuraman deydi. Nahotki tungi 4-6 soatlik uyquni 10 minutlik uyqu bossa, effektini bersa, bundan kelib chiqib, men tunda uxlamay, kunduzi bar mudrab olaman-ku deb tunda uxlamasam maylimi deyishadi. Bu xato fikr. Kunduzi mudrab olish bu to'g'ri fikr, kerak. Tunda uxlash shart. Chunki mana o'sish gormonlari juda ko'p neuromediatorlar, ayniqsa bolalarda tunda sintez qilinadi. Tunda uxlagan bola o'sadi deydi masalan. Kattakonlarchi, tinimsiz majlis nima u bu? Bir kun bir inson keldi, men dedi, bo'lim mudiriman dedi, vazirlikda. Doimo sekretar nima, doimo odam telefon jiringlab turadi dedi. Tinimsiz. Siz bitta ish qiling dedim. Qani shu 10 minut uxlab olsam. Men hozir muhim gapim bor. Tepaga telefon qilib, sizlar hozir bergan hujjatlarni maslahatlashib olishim kerak. Sekretarga ayting, hech kim bezovta qilmasin, fikrim chalg'imasin. Sizlar ham kutib turinglar, hammani chiqarib olingda. Telefonlarni haligi polyot rejimiga qo'yingda, uxlab oling. 10 minut. Oddiy-ku. U qayerdan biladi? Ular 10 minut uxlab oldi deb o'ylamaydi. Har qanday vazirni, zam ministri yoki nimani kabinetida o'zini tualeti bo'ladi, vannaxonasi bo'ladi. Keyin muzdek suvga yuvib yuborib, bir stakan kompot ichib yuborib, tetiklashib o'tiraverasan. Yana chaqiraverasan. Bu oddiy narsada, oddiy haqiqat. Buni qilib turish kerak. Ayniqsa 40 yoshdan oshganlarda mana Afina shkalasi deydi, Spiegel shkalasi, Pittsburgh shkalasi degan shkalalar bor. Kunduzgi uyquchanlikni aniqlovchi shkalalar. Mana shuni odamlar o'zida o'tkazsa ham bo'ladi. Men o'zbekcha variantini uni ishlab chiqdim. Yaqinda internetga qo'yamiz. Mana saytlarimizga elektron kerak bo'lsa sizlarning kanallarga ham aniqlab olasizda, darrov maslahat o'z ketida chiqadigan qo'ymoqchiman. Endi mana o'sha qizimiz Dildora Amirjonova somnologiya bo'yicha dissertatsiya yoqlayapti. Yoqlagandan keyin sun'iy intellektni qo'llab, avval Toshkent aholisida, ayollarda, erkaklarda va 10 yoshdan 20 yoshgacha, 20 yoshdan 30, 30 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan insonlar uchun uyqu shkalasi indeksini bu ishlab chiqyapti. Mana Fransiyaga borib o'qib keldi, Turkiyaga borib juda tillarni biladi, o'ndirgan qizimiz. Keyin bu programmani ommaviy tarzda telemeditsina orqali, sun'iy intellekt orqali modelировать qilib, aholiga shundoq qo'yib yuboradigan tizimni yo'lga qo'ymoqchi bo'lib turibdi. Men buni endi rahbarlik qilib turibman, o'sha Dildora Amirjonova. Buni dissertatsiyasi mana noyabrlarga yoqlanib qolsa, xudo xolasa dekabrdan, uzog'i yanvardan respublika bo'yicha bu ishlab boshlaydi-da. Keyingi etapida alohida deylik, zavod, fabrikalar 200 ta bizda ishlaydi. Deylik mana Olmaliq kon metallurgiya zavodi yoki Navoiy sement zavodi masalan. Shum uyqusizlik sabablarini darrov aniqlab beradi-da, indeksini chiqaradi-da, prognozировать qilib yoshiga qarab, mana bu gruppa bundoq, bu gruppa bundoq somnologik treninglar bor. Shuni o'tkazib, buni ham nima qilish. Nega? Chunki haqiqatdan ham Alloh tomonidan berilgan fiziologik bu ne'matni, uyquni normada ushlab turish ish samaradorligini oshirishga katta yordam beradi. Uni ustiga haligi turli kasalliklarning oldini oladi. Bu programmalar chet el ishlatyapti. Ularnikidan ham zo'r dastur ustida hozir ishlayapmiz. Yangi yilda yo'lga qo'yib yuboramiz buni, xudo xohlasa. Zo'r bo'ladi. Inshaalloh shunaqa ahvolimizga, shunaqa kasallikka chalingan yoshlarimizga juda ham katta yordam bo'lardi bu. Endi ustoz hali buni aytmay turing deydi-yu. Aytib beraman.
uyqu muammosini hal qilgandan keyin Aha. ketiga ikkinchi programmani ulayapmiz. Xotira. Xotira. Xotira bilan Aha, ishlaydigan aha, mana. aha. Mashhur mutafakkir Adam Smith aytgan. Insonda birgina boylik bor. Va u yakka yagona. U ham bo'lsa xotira degan. Bundaqa ko'p narsani aytsa bo'ladi, yo'q. Xotirasiz inson u ana burchakda turgan mulyash. Nafas olayotgan mulyash. Tushundingizmi? Xotirani ustidan mana ish ketidan uni ham ulab yuboriladi. Chunki negadir xotira buzilishlari bilan ko'p murojaat qiladigan mana yoshlar ko'payib ketdi. To'g'ri. Xo'p, navbatdagi savolimizga o'tsak, Zarifboy aka, uyqusizlikni davolab, butkul tuzalib ketish uchun qanaqa oddiy oson yechimlar mavjud? Yoki baribir o'sha doriga taqaladimi shu narsalar? Qarang, mana hozir hayron qolsangiz kerak, ishonaveringlar. Demak, 36 yildan men ishlayman. Nevropatolog, neyropsixologman, psixoanalitikmiz. Biror marta 35 yil ichida men ochiq aytaman, o'sha Samnol degan dori, juda mashhur bo'lib ketganima. Uyqu dori birorta kasalga yozmaganman. Yo'q, bu qoyil qoladigan narsa emas. Men doimo mana shunaqa shiorni o'rtaga tashlayman talabalarga ham. Uyqusizlikni davolamoqchi bo'lsang, uyqu dorisiz davola. Uyqusizlikni davolash uyqu dori bilan. Bu endi eng oxirgi bir etap. Shunaqa ko'p imkoniyatlar bor. Oddiy, ya'ni men aytdimki, patologiya degani fiziologiyadan normadan chiqish degani. To'g'ri. Fiziologik normadan chiqish degani. So'ra, balki u semizdir. Qorni kattadir, yotganda haligi diafragmani siqib, xurrak otib uyg'onib ketadigan odati bordir. Nega sen unga uyqu dori berishing kerak? Semizligini qisqartirsin. Balki u rosa sigaret chekadigan odati bordir. Ayniqsa sigaret chekuvchilarda uyqusizlik ko'p uchraydi. Nima uchun? Chunki sigaretda uyqu markazlarini darrov aktiv nima qilib turadi. Keyin ichkilik ichadigan odati bordir. Semiz ham emas. Ichkilik ham ichmaydi. Sigaret ham chekmaydi. Balki u zamhokimdir, ilhokimdir. Ishini o'rgan. Nega sen u 12 soat ishlab keladi, kuni bilan majlisda bo'lgan urush janjallari miyasini o'ylab yotgandan keyin sen uyqu dori bersang, uyga yangi mebel olib keldingizda, eski mebel musor bor joylarni ustiga yangi mebel kirgizib qo'ygan bilan barobar. Ish mehnat gigiyenasiga moslashtirmasdan turib, men uyqu dori desang, uzr, men sizga uyqu dori bera olmayman. Nega? Ishingizni qarang, kechqurun 10 da kelar ekansiz. 10 emas, 11-12 da kelaman. Mana ko'rdingizmi? Bo'lmaydi. Bering uyqu dori. Yo'q. Bu tibbiy bilmadim, balki qotillik desa ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa oshqozonida yara bor odamga och bo'lsa ham osh ye degan bilan barobar. Ana uyqusizlikning sabablari mingta. Keling, ish nimangizni nima qiling. Shuni bir amalda qo'llagan bitta misol keltirib bering, domla, xalqqa tushunarli bo'lsin uchun desangiz. Yaxshi bo'ladi. Keldi 38-40 yoshar odam. Katta ishlashini mayli aytmay, yaxshigina lavozimda ishlaydi, davlat strukturasida ishlaydi. Endi bilasiz, bizga liboy professorga keladigan bemorlar avval oddiy doktorlarga borgan bo'lib chiqadi-da. Topolmay oxiri keyin Daftarni ochyapman, ichmagan dorisi qolmagan. Yaxshi dorilar ichgan. Chet ellarga borib kelgan, Turkiyaga borib kelgan. Nima qilishni bilmaysiz bunaqa paytda. Bo'shang ishdan dedim. Xayoliga kelmagan ekan. Voy, nima deyapsiz dedi. Keting dedim. Voy, nima deyapsiz? Bunaqa ishlar qilyapmiz, bunaqa ishlar qilyapmiz. Ana shuni tashlang dedim-da. Bu topshiriq tepadan dedi. Voy, vazirlarni bir kunda bo'shatib yuboryapti-yu, hokimlar bir kunda bo'shab ketyapti. Nima, osmozur yerga tushadim dedi. Nima, qarab o'tirdim. Jim bo'lib qoldi. Hozir men sizga buni gapiryapman. O'sha odam tasavvur qilyapman. Kelishgan hamma tomonlama ilmli odamda. Men juda hurmat qilaman ilmli odamlarni. Etik do'st bo'lsa ham, ilmli bo'lsa hurmat qilaman.
Bilasizmi? Xalq ham shunaqa. Eng aligidagi katta lavozimda ishlasam, ilmsiz bo'lsa, Xudo shunaqa yaratgan. Hatto o'tiring kichkina qizimiz ham hurmat qilmaydi. Kuladi ustidan. Chunki uning ilmi kuchli bundan. Qarang. Nima deyapsiz? Bo'lmaydi-da buni. Qo'ysangiz, Zarif aka dedi. Men 3 oydan buyon dedi, kelaman deb orzu qilyapman yoningizga dedi. Kim aytdi desam, xotinim boring, domlaga boring. Bir paytlar davolangan ekan. Nega 3 oydan buyon kelaman dedi? Ish dedi. Ana ko'rdingiz shuncha. Tashangyapman. Hamma muammo shu. Yo'q, alidaqa mana aka cho'zib nima qilib gapiradiganlar bor-ku. Haligi qaysi muammo nima bo'lsa, bo'lmaydi-da, u bo'lmaydi. Yo'q, nima bo'ladi dedim. Yo'q, men yashasa bo'lmaydi menga dedi. Demak, siz yashasa bo'lmaydi sizga. Zarari yo'q, lekin foydasi bor. Ishga qanaqa bo'lar ekan? Bo'shadi. U bo'shayman deb chiqib ketmadi u. Bir dori yozib bering, ikkita dori yozib berib bo'ldimi shu dedi. Ketavering dedim. Bo'shagan. Endi juda ham opitli odam. 3 oymi 4 oydan keyin yonimga keldi. Endi o'sha soha bo'yicha o'sha faoliyatini частный sektorda davom ettirib boshlagan. Hamma tanish. Bizda aytamanki, advokat do'sting bo'lsin, doktor do'sting bo'lsin, psixolog do'sting bo'lsin deyman-ku. Uni do'stlari men aytgan 3 ta odamdan boshqa juda ko'p do'sti bor. Hammasidan bor ular ichida. Hammasidan borda, ishi yurishib ketganda. Keyin dedi, endi yana qiziqarli gap eshiting. Bir kuni uyg'onib ketdimda Zarif aka dedi, kulib gapirib beryapti. Rang-ro'ylar ochilib ketgan. Turib, yuvinib, soqollari, gazlar taqib dedi. Men ishga ketdimda ketyapman. Adasi ishdan bo'shadingiz-ku. Tuflini kiygandan keyin eshik yonida turibdi. Xotini chiqib, ishdan bo'shadingiz-ku adasi. Desa, qotib qoldim haykaldek dedi. Men charchagan bo'lgan. Bechora keyin yechinib kirib uxladim dedi. Mana shu uyqumni dedi, oxirgi 20 yillik ishimga alishmayman dedi. Mazza dedi. Erkinlikni qarang dedi. Chunki chasni dedi, o'zimniki dedi. Nega kelmayapsan demaydi dedi. Men ularga aytaman nega kelmayapsan deb dedi. Bu dunyoga odam erkin bo'lib kelgan. Qush nima uchun qanoti o'sgandan keyin o'zini ota-onasi yonidan indan uchgisi keladi. Bu mazza-ku dedi. Endi keling davolaymiz, osmoqullar qilamiz desa, ana doringizni ichmadim men o'sha dedi. Ichmay qo'ydim dedi. Juda qiziq. Demak, bu uyqusizlikni o'sha odamning hayot tarzidan kelib chiqib, oddiy yechimlar orqali davolasang bo'lar ekan. Endi qarang, mana hozir shu gapingizdan xulosa kelib chiqyapti-da. Yangi neyropsixologik monitoringni men yo'lga qo'yaman, sun'iy intellekt bilan ishlayapman dedim-ki, juda ko'p ishlari. Mana hozir respublikada nevroz, depressiyalarni aniqlash nimalarini hozir qilmoqchimiz. Buni endi mana ruhiy salomatlikni asrash instituti men qisqartirib xalqqa tushunarli qilib aytyapman. Ular zo'r ishlarni qilyapti. Kam, yana bitta 10 tacha shunaqa markaz kerak bizga. Men hozir davlat sektorida ishlaydiganlarni va xususiyda ishlaydiganlarni nevrozi, depressiyasini, ruhiyatini, psixozini, xarakterini o'rganadigan programma ham qilmoqchimiz. Boring, men siz bu programmangizda ishtirok etmayman deya olmaydi. O'zi jon deb ishtirok etadi kerak bo'lsa. Jon deb. Endi baribir mana men kambag'allarni tarafini olib ko'p chiqaman, chiqishlar qilaman. Hukumatdagi ba'zi qarorlarni ko'p tanqid qilaman. Ba'zan siyosatga berilib ketib, lekin men ochiq ekranga qarab bitta narsa aytmoqchiman. Alfred Adler aytgan. Har qanday jamiyatda ham kommunizm bo'ladimi, sotsializm bo'ladimi, rona 100 yil oldin individualizm birinchi bo'lib qoladi. O'zbek tiliga o'giradigan bo'lsak, o'zingni o'yla degani. O'zingni o'yla. Davlatni-chi? Davlatni davlat o'ylasin. Hali ham shunaqa qilyapti. Ana vazirlarchi? Vazirlar o'zini vazirligini o'ylasin. Mana ekologiya vaziri ekologiyani o'ylayaptimi? Mutlaqo o'ylamayapti. Ekologiyani o'ylaydigan vazir yakka-yu yagona bitta chorvoq suv omborini ustiga shahar quradimi?
ekologiyani o'ylaydigan vazir butun dunyo reytingi bo'yicha Toshkent havosi eng buzilib yuqoriga chiqqan darajada biror marta chiqib ey hisobot beringlar dedimi? Masalanda nima? Freyd aytgan. Sen o'ylama. Men uni qilyapman, buni qilyapman, xalqim uchun qilyapman, u bu deydi-ku. Bu yolg'on. Xalqim uchun qilyapman deb axborotga chiqib gapiradi-ku. Oddiy xalq o'ylaydi, rahmat shunga xalq uchun qilayotgan ekan deb. Agar o'sha odamning miyasini shundoq ochib, podsozniyasiga qarasangiz, men prosta xalqim uchun qilyapman deb aytdim. Shunaqa deb aytsam tepaga yoqaman. Yana meni lavozimim oshadi, orden beradi. Deputat bo'laman, deputatskiy neprikosnovenность bo'ladi, men ana jinoyatli ishlarimni qilaveraman, qamamaydi meni degan ma'noda aytdim dedi u. Psixoanaliz degani birovga aytmaydigan narsani o'rganadigan fanga psixoanaliz deydi. Tushundingizmi? U shunaqa deydi. Mana hokimlar aytadi-yu. Vazirlar aytadi-yu. Ba'zi deputatlar aytadi-yu. Xalqim, xalqim, xalqim deydi-ku. Asli ular xalqum, xalqum, xalqum deydi. Ya'ni xalqumini o'ylab xalqim deydi-da. Tushundingizmi? O'shuning uchun bu doimo televizorda o'sha shunaqa odamlar eshitsangiz, darrov Freydni o'qing. Hech bo'lmasa, mana asabiy ruhiyat qismida Freyd haqida yozgan joyimni o'qingda. Ular hech qachon nima siz ham o'zingiz o'ylang. Xudbin bo'lingmi, domla? Yo'q. O'zini o'ylash va yaxshi inson bo'lib qolish qoidasi qanaqa desangiz, deylik mana siz oling oddiy dehqonsiz. Chiroyli mana masalan mevalar yetishtiryapsiz. Bog'ingizni asrang ko'z qorachig'idek. Mevalarni chiroyli yetkazing. Haligi har xil ximikatlar qo'shmangda chiqarib sotingda rizq nasibani Alloh beradi dedi-ku. O'zingiz ishingiz bilan shug'ullaning. Boshqa ishga burningizni tiqmang. Deylik bular mana dori sohasida farmatsevtik institutini tugatdi, dori biznesida ishlaydi. Yaxshi chiroyli dori yaratishga aql farosati yetadi. Yaratsinda shu bilan shug'ullansin. Men mana tibbiyot, psixologiya bilan shug'ullanib, o'zimni bilimimni xalqimga beray. Men shu yo'l bilan obro' topaman-ku. To'g'ri. Siz shundoq yashangki, sizga intilsin odamlar. Siz odamlarga intilmang. Mana nega meni chaqirdingiz? Demak, men sizga kerakman, shuning uchun chaqirdingiz. Men sizga iltimos qilib kelmadim. To'g'ri. Endi siz mana bir oy ichida 5 marta, 4 marta intervyu berishim. 4 talasini ham chaqirishdi o'zlari. Demak, xuddi shunaqa yashash kerak. Qachon siz kerak bo'lasiz? Qachon o'z sohangizni professionali bo'lsangiz? to'g'ri. Hamma sohada. To'g'ri. Tushundingizmi? Etik do'z bo'lsangiz ham, kostyum tikadigan bo'lsangiz ham shunaqa chiroyli tikingki kostyumni. Mana shu odamga men kostyumni tiktirdim deb ministr maqtanib yursin. Har bir sohada kasb o'zini professional qilishdi. Mana qarang, katta san'atkorlar. O'zlariga chiroyli ko'ylak tiktiradi, o'zlarining tikuvchilari bor-ku, beradi $5,000, $10,000. Ya'ni o'zingizni jamiyatchi, voy jamiyat yutadi. Mana biz shu yerda 10 ta odammiz. 10 ta odam o'zini o'ylasa, yana bir marta aytaman. O'zini o'yladi degani o'zini ustida ishladi degani. O'zini o'yladi degani o'zini kitob o'qidi degani. O'zini o'yladi degani izlandi degani. O'zini o'yladi degani yana borib o'zidan ham kuchli odamga boradi-da, intiladi-da, u ham xursand bo'ladi, yonimga keldi deydi. Bilimini o'rganasiz. Bering pul. Bilasizmi? Sizga mana shu stakan 10 so'm tursa, stakanni yaratishni o'rgatish 20 so'm tursa, stakanni olib kelmang 10 so'mga. 20 so'm beringda stakanni yaratishni o'rganing. Bu 2 ta bo'ladi, ertaga 4 ta bo'ladi, mana shunaqa bo'ladi. Yana aytaman, odamlar meni yonimga keladigan qilishim kerak. Nima qilishim kerak buning uchun? Desa odam o'zini ham boyiydi, ham ilmli bo'ladi, ham hamma taniydigan bo'ladi, do'sti ham ko'p bo'ladi. Agarda siz anavi borki, bu borki, u borki desangiz, o'shalar sizni ishingizni qilib beradi. Boqib beg'am bo'lib qolasiz, ana shu odamlar sizni yomon ko'rib qoladi. Yakka bo'lib qolasiz. Ruhan ham yakka bo'lib qolasiz, jismonan ham yakka bo'lib qolasiz. Siz hech kimga kerak bo'lmaydigan matoga aylanib qolasiz. Tushundingizmi? juda ham
qiziqarli hozir gap bilan suhbat bo'ldi. To'g'risi har bitta gapingizdan keyin yana ham savol bergim kelyapti, yana ham savol bergim kelyapti, lekin efirimiz vaqti chegaralangani uchun cho'zilib ketadi deb shunga nima qilmay turman. Xo'p, Zarifboy aka, keyingi katta blokka o'tishimizdan oldin mana oxirgi savolim qoldi sizga. Mana yuqorida aytdingiz, davlat lavozimlarida ishlaydigan nimalarimiz ko'p, aka-ukalarimiz ko'p kelishadi oldimga dedingiz. Undan tashqari men so'ramoqchi bo'lgan narsa, mana hozir bizda tadbirkorlik jadal rivojlanyapti. Respublika bo'yicha yosh tadbirkorlarimiz, mana ayollar ham tadbirkorlik bilan shug'ullanishyapti. Umuman olganda tadbirkorlikning o'zi juda ham qiyin proses bu. Yani juda ham bir mashaqqatdan iborat. Bu ham ayniqsa halol yo'l bilan pul topib tadbirkorlik qilish 2 karra 3 karra qiyin. Men o'zim shaxsan shunaqa deb bilaman. Shunaqangi bir tadbirkorlarimizga mana o'zim ham tadbirkorman. Shunaqa tadbirkorlikdan yo'lidan uzoq mashaqqatli yo'ldan o'tgungacha inson kasal bo'lib qolmasligi uchun, inson qanaqadir o'zini sog'lig'ini qaysidir qismini yo'qotmasligi uchun qanaqangi bir oltin qoidalarga, oddiy qoidalarga amal qilish kerak va tadbirkorlarni ham mana shu depressiya, stressga tushmasligi uchun nima deb tavsiya berasiz? Bu savolingizga javobni men shundoq berib keldim. Men iltimos qilaman ulardan boshidan oxirigacha eshitsin buni. Intervyuimizni. Mashina yurib eshitsa bo'ladi-ku baribir. Da, bo'ladi. Ko'pincha bo'ladi. Endi meni o'zim ham 2 oydan buyon dam olishdaman, 1,5 oydan buyon. Ko'p takliflar bo'ldi, yo'q, men dam olyapman dedim. Yana hali aytgandek, meni organizm dam olishi kerak. Sentyabr oyidan balkim sal vaqtliroq 20-avgustlardanmi haftada bir marta mana seshanba kuni neyropsixologik monitoring kuni deb men uni hujjatlarni ham tayyorlab nimalar qilyapmiz. 3 ta shogirdni tayyorladim. May oyida biz buni boshladik deb yurdim. Hozir buni effektivni samarali metodini mana shu sentyabrdan buni yo'lga qo'yib yuboramiz. Bu yerda bunaqa bo'ladi. 3 oylik, 6 oylik, 12 oylik neyropsixologik reabilitatsiya dasturlari bo'ladi. Deylik, mana siz kelmoqchisiz. Avval men sizni neyropsixologik monitoringdan o'tkazib olaman, tekshiramanda, siz ekstravert ekansiz, temperamentingiz xolerik ekan. Ish soatingizda mana bunaqa fiziologik mana bitta parametr buzildi, bu buzilyapti. Hali buni men keyin sun'iy intellektga qo'yaman buni modelировать qilib. Bo'lgandan keyin qayerda muammo bo'lsa, shu bo'yicha ishlanadi. Qayer zo'r ketayotgan bo'lsa, buni rivojlantiriladi, bu orqaga qaytariladi. Keyin 2 haftadan keyin kelasiz. Masalan, xo'sh, rezultat qanday? Yengilroq holatda 1 oydan keyin keladi. Chunki u bajaradi aytganlarini. Shunaqa qilib ko'pchilik 3 oyda avval nevroz depressiyadan chiqarib yuboriladi, keyin psixologik portreti bo'yicha ishlanadi. 2 xil tushuncha bor: psixologik portret, psixologik immunitet. Sizga bitta hayron qoladigan narsani aytaman. Hamma narsasi bor odamlarning ko'pchiligini psixologik portreti yaratilmagan. Kim yaratadi uni? O'zi yaratadi. Va bilmaydi-ku psixolog yordamida. Chunki xalq bormayapti psixologga. Ana siz shunaqa bir psixologik portret yaratasizki, astronavtlar uchiradi-yu, kosmik skafandr. U ko'zga ko'rinmas, sizga skafandr bo'ladi-da. Siz hammani ko'rib bilib turasiz. Hattoki mana indamay o'tirgan qizimizni shuna o'tirib, nima xayolda o'tiribdi bilib turasiz. Misol uchun-da, bor frenologiya degan fan bor. Franz Gall buni ishlab chiqqan. Hozir men Napoleon haqida ham aytaman. Esimga keldi, yangi kitobimda buni yozyapman. Frenologiya degani yuziga qarab nimalar qilish. Keyinchalik, mayli men buni ochiq aytaveraman, qo'lasizda 30 ta odam ishladi. Ishlayapti. Endi albatta uni internetga chiqarib yubormaysiz-ku. Rasmga olib kelib, endi o'ralgi rasmni qo'yib, qaldurlik qilib bir balalar qiladi-yu, u boshqa. Frenologik xaritaga qo'yib, Franz Gall tomonidan ishlab chiqarilgan. Mana qarang. Mana bu xodim bilan boshqacharoq ishlashingiz kerak. Mana bu xodimga ishonchsiz ko'zi, mana bunda buni ham hozir ikkinchi etap ishlashni nima qilyapmiz. Ya'ni o'sha 30 ta odamdan 2 tasi sizga agent bo'lishi mumkin birovniki.
Chunki anavi qilayotgan siz qilyapsiz. Uni sekin mana nimalar qilib ko'ring, o'zi shundoq suv yuziga chiqadi deb bunaqa nimalar ham bor. Endi anavi gal aytsam, nega shu paytgacha qilmadingiz? Men sizga aytdim, ana asab kasallari, tibbiy psixologiya uchebniklar yozish bilan ovora bo'ldi-da, bu qolib ketdi. Shu yerda Frans Gal juda bir mashhur bo'lgan, aynan Napoleon yashagan paytda yashagan. U mana shunaqa suhbatlar o'tkazib yurgan, Parijga chaqirishadi-da. Parijda Parij Fanlar akademiyasida doklad qiladi. Napoleon davrida bo'lib turgan narsa. Keyin sizlarni imperatoringiz dedi, o'rta miyona aqlga ega. Uni kelajagi yo'q dedi. Ertasi kuni bugun leksiya o'qish kerak edi. Ertasi kuni Parij Fanlar akademiyasiga uni a'zolikka qabul qilish kerak edi. Bu darrov qirolning quloqiga borib yetadi, Napoleonni. Bu uni o'zi kaltafahm. Fransiyadan chiqarib yuboringlar, oyog'ini bosmasin bu yerga deydi. Yaxshimi o'ldirib yuborishmadi. Keyin Fransiyadan chiqarib yuborishadi. Parij Fanlar akademiyasiga a'zo bo'lmay qoladi. Nimaiki, hattoki hozir men esimdan chiqib turibdi. Juda mashhur muzikantda ham uyga kirib o'tgan. Nimani ko'rib ketgan, hozir tilim uchida turibdi, ota esimdan chiqib turibdi. Kirib o'ting degan, choy ichib mehmon bo'lib o'tgan. Ya'ni u bilan orzu qilishgan. Hozir uni mana sizlar bilmaysizlar. Sizlar biladigan insonlar uni chaqirib olib birga nima qilib, oynaga qarab, meni yuzimga qarab, meni ifodalab bering deb. Keyin frenologiya xarita yaratilgandan keyin endi bizni imperatorga til tegizdi bu deb katta olimlar guruhi bunga qarshi ish boshlagan. Mana sentabrda chiqadi bu kitobim. Shularni men yozdim chiroyli qilib. Klinik psixologiya tarixi degan joyda. Bir 16 ta olimni qilgan ishlarini yozib chiqdim. Karl Jaspers degani buyuk nemis filosofi, patopsixologiya yozgan odam, deyarli 40 yil psixbannisada deyarli yashagan. Shizofreniklar yotadigan palatalar yonida kabinet qildirib qo'ygan. Sizlar til biladigan jinnilar nimasini. Nega bu yerda yashayapsiz? Ustoz chiqsangizchi desa, men sog'lom odamlar psixologiyasini o'rganish uchun jinnilar yonida yurishim kerak degan. Gitlerni sizlar til bilayotganda jinni deb atagan, endi ilmiy til bilayotganda psixopat. 33-yil aytgan. Faşistlar Germaniyasi tepasiga kelgan paytda Germaniyani falokatga olib keladi bu deb. Keyin uni 43-yil professorlik unvonidan lishat qilishadi. Keyin kitobini 3-nashri chiqish kerak edi. Общая psixopatologiya degan, umumiy psixopat. Uni chiqartirmay qo'yishadi. Endi bizlar davrimizdagidek nemislarda ham bo'lgan professorlar o'zini olib qochadi undan. Genialniy olim, u bilan bir soat o'tirib suhbatlashsak ham mazza qiladigan insonlar keyin shundan uzoqroq yuraylik deyishadi. Xuddi nemis millatining yuzini qaro qiladi bu degandek 45-yillarda Gitler bilan nima voqea bo'lgani bo'ldi. Siz aytganingiz to'g'ri ekan ustoz deb hamma yana buni yoniga kelib boshlashadi. Buni keyin yana professorchilik unvonini bunga qaytarib berishadi. Bu 50 dan oshiq davlatda buni kitoblari qayta tarjima bo'ladi. Hozirgacha qo'lma-qo'l bo'lib ketgan 2500 betlik umumiy psixopatologiya degan kitob. Ko'rdingizmi? Shuning uchun ham diktatorlar ikkita nimadan qo'rqadi odamlar? Olimdan qo'rqadi, dindan qo'rqadi. Shuning uchun ham Stalin ham buzib nima tashlagan. Siz bilan men Xudodan qo'rqamiz. Ular dindan qo'rqadi. Din to'g'ri gap gapiradi. Din, xristian dini ham, islom dini ham to'g'ri ta'limot. Tushundingizmi? Olimdan nega qo'rqadi? Chunki olim bilib turadi. Bu odam qanaqaligini gap so'zidan 10 yildan keyin nima bilan tugashini bilib turadi. O'sha yerda men kechagi intervyuda ham bittasini aytdim. Kechagi intervyuda ham men aytdim, menga talabalar savol berib qoldi tibbiy psixologiyadan. Domla dedi, aql nima, farosat nima dedi.
Talabalar zo'r savol berib qo'yadi. Agar talaba bo'lmaganda olim bo'lmasdi. O'shalarda aqlli bo'ling deb kitob o'qiysanda, aslida professordan ko'p kitob o'qiydi talabalar o'zi. To'g'risi. Yana biz ularga kitob o'qi deymiz. Aql nima, farosat nima, ustoz dedi turdida. Hamma zaljim bo'lib qoldi. Men aytdim, aql dedim, kerak paytda ishlatish uchun zarur bo'lgan vosita dedim. Mana kofe damlamoqchimisiz? Aql kerak. Nimadir matematik masala yechmoqchimiz? Aql kerak. Mana bu chekka shundoq atrofga qarashga tomizmay qilmoqchimiz? Aql kerak. Ma'lum bir paytda kerak aql. Ma'lum bir paytda esida qolsin. Farosat hamma vaqt kerak. O'tirsang ham, tursang ham, hali befarosat deydi-ku, yursang ham, qadam tashlasang ham doimo kerak farosat. Nima uchun men mana bu ba'zi yana aytyapman, hokimlarimiz, vazirlarimiz chiqishini shuna qarab, gapini, so'ziga, boshini burishiga qarab farosati bormi yo'qmi bilib o'tiramizda. Tushundingizmi? Demak, farosat hamma vaqt kerak. Oyog'ing bunaqa o'tirsa ham farosating bildiradi. Bunaqa o'tirsang ham, bundoq o'tirsang ham. Har bir harakating millimetringda farosating bilinib turadi. Aqlli bo'lish mumkin, lekin farosatli bo'lish qiyin. Juda ham qiziq suhbat bo'ldi. Zarifboy aka, bizda hozir savol bor edi. Depressiya mavzusiga oid. Inson o'zida depressiya borligini yoki depressiyaga moyilligini qanday bilsa bo'ladi? Qarang, mana depressiya deb tashxis qo'yish uchun mana eslab qolinglar. Kayfiyatni tushkunligi, harakatga bo'lgan motivatsiyani so'nishi va fikrlar inertligi, mana shu 3 ta belgi bir oydan uzoq davom etaversa depressiya deb qo'yiladi. Endi xalqaro tasnif bo'yicha 2 haftadan oshsa deydi. Lekin bunga ko'pchilik olimlar 2 haftadan oshsa ham darrov depressiya demaylik. Buni depressiv epizod deylik, ertaga o'tib ketishi mumkin deb 1 hafta deyishadi. Endi yana 3 ta belgini yoniga yana 6 ta belgi qo'shsa 9 ta belgi. Ishtaha kamayishi, ya'ni sal nimaroq holatlarda uyquchanlik, ba'zi holatlarda o'z joniga qasd qilish xayollarini kelishi, mana shunga o'xshagan belgilar, umumiy holsizlik qo'shilsa va uzoq davom etaversa depressiya deydi. Lekin apatiya degan tushuncha ham bor. Hurmatli aholi albatta buni eshitsin. Apatiya degani, keling oddiyroq qilib ayta qoling, bitta belgi bilan namoyon bo'ladigan holat, tushkun kayfiyat. Deylik, sizda tushkun kayfiyat bor. Bularda depressiya bor. Siz ham bugun darsga kelmadingiz, bular ham darsga kelmadi. Men starostaman, studentmiz, borchi xabar olchi dedi. Men sizga boraman-da, nega darsga kelmading? Zo'r leksiya bo'ldi bugun, deyman. Bugun kayfiyatim bo'lmadi. Yur ketdik, unda bir kinoga tushamiz deydi. Kechqurun. Bo'lmasa telefonda ko'rsa bo'ladi kinoni. Teatr bor, o'tiramiz, mazza qilib, kofe ichamiz. Ketdik deysizda, chiqib kinoga ketasiz. Demak, sizda apatiya, prosta apatiya, tushkun kayfiyat. Buni ham olaylik, bu ham kelmadiga darsga deydi. Siz ham, men ham buni uyga kiramiz. Ketdik, kinoga kiramiz, keyin muzdek marojniy yeymiz, Coca-Cola ichamiz desa, bu yo'q, bugun kayfiyatim yo'q. Borgim kelmaydi. Ya'ni harakat bo'yicha motivatsiya yo'q, intilish yo'q. Ikkinchi belgi o'sha. Yursangchi, dars ham qilamiz, nima qilamiz? Qo'ysangchi, hozir kallam karaxt bo'lib yotibdi. Dedi, ha. O'sha 3 ta belgi. Apatiyasi bor odam yur desa ketadi. Zo'r bo'ldi deydi, даже xursand bo'ladi. Kelganiga. Nega kelding deydi depressiyasi bor odam. Demak, qolgan belgilar bo'lsa, hatya ki ovqatingga bolam, mana do'stlaring kelibdi, tuz totmading deydi-da, 3 kosa mastava olib keladi onasi. Tanish, zo'r bo'ldi, bu ham yeydi, sen ham yeysan, starosta. Bu yemaydi, ya'ni ishtaha past. Chunki depressiyada ovqat yegisi kelmaydi. Chiroqlarni o'chir deydi, yorug'lik yoqmaydi. Ana yoqda ukasi gapirib o'ynab yurgan bo'lsa, chiqsin deydi, shovqin yoqmaydi.
Apatiyada bunaqa emas. Hazillashib nima qilib o'tiraveradi. Shuning uchun apatiya bilan depressiyani adashtirmaslik kerak. Albatta doktor diagnoz qo'yish kerak. Neyropsixolog yoki klinik psixolog. Keyingi savolingiz nima? Rahmat javobingiz uchun. Juda ham bir tushunarli odam nima deydi, boshqa tarafdan ham qarab ko'rdi bu vaziyatga. Keyingi savolim shunday, nima uchun o'z depressiya keng avj olmoqda? Bu balki kapitalizm rejimining oqibatimi? Kapitalizm. Menimcha kapitalizm ishlatmagan yaxshi. Hozir bu terminni ishlatishmayapti. Bozor iqtisodiyoti degan terminni qo'llashadi. Chunki bu aytmoqchi bo'lgani, bozor biz ham haligi yuqorida gaplashganimizdagi uyqusizlikni aytib o'tdik. Katta megapoli shaharlarda ko'p kuzatilyapti. Hozir почти bir xil. Albatta, mana hozir bozor iqtisodiyoti davrida haligidagi ko'chaning til bilan aytganda o'zing uchun o'l yetim degan davr boshlandi-da. Avval sotsializm davrida, agar bundoq qilib aytadigan bo'lsak, sen ishga borib kelaver, hukumat senga oylik beradi, oylik ham o'smagan, hamma bir xil yashagan, hamma bir xil qaytgan, hamma deyarli bir xil mashin mingan. 3-4 xil mashin bor edi. Go'yoki kelajak uchun nima o'ylamaganda, shunaqa tushuncha. Men endi sotsializm davrini oqlamoqchi emasman. Birdan bozor iqtisodiyoti boshlandida, endi siz yoshsiz, biz 26 yoshda edik. Mustaqillik bo'lgan paytda ko'rdik, mana hozir ikkiga bo'lingan davrni solishtiramiz. Kimlardir hatto shuna holatlar bo'ldi. Kalasida o bilan tiy yo'qlar, mana bunaqa narsa anaqa borib sotib, birdan mashinalar bo'lib ketdi, uyli joylar bo'lib ketdi. O'qituvchilar, hali Hojiboy Tojboyev aytgandek. Vrachlar nimalar? Nimasi qoldi? Ularda faqat ilm bor. Analarda bir qarish til bor. Bular boyib ketdi-da. Mana o'zim, mana akam yoniga ish so'rab kelgan inson, ya'ni dunyo bir o'zgargandan keyin o'zi odamlar nima qilib, yoki qo'lida ishlatib boyib ketdi birdaniga. Ko'rdingizmi? Orada g'isht tashiydigan nima bo'lib turgan. Shuning uchun hozir ijtimoiy himoya bo'lmasa, iqtisodiy nochorlik bo'lsa, ertangi kunga ishonch bo'lmasa, tibbiyot pulli bo'lsa, ko'rdingizmi? Atrofda jaholat ko'p bo'lsa, depressiyaga tushuvchilar ko'p bo'ladi. Nima qilish kerak? Individual himoya yoki buni o'zingiz savol qilib berasizmi uchinchi? Ha, mana o'zi bor edi. Shu depressiyani oldini olsa bo'ladimi? Endi depressiyani oldini olish ikkita narsaga bog'liq. Biri o'zingizga bog'liq. Ikkinchisi jamiyatga bog'liq. Jamiyatda xuddi hozir men aytgan voqealar davom etaversa, qiyinroq bo'ladi. Lekin siz doim o'zingizga savol berish kerak. Xo'p, shu jamiyatda o'rtog'im ham yashayapti-ku. Tog'am o'g'li ham yashayapti. Akam qizi yashayapti. Nega ularda depressiya yo'q, menda bor degan savol o'zingizga berishingiz kerak-da. O'zingiz ustingizda ishlab, hali aytdim-ku, o'zingizni isloh qilib, depressiyadan chiqishga harakat qilish kerak. Kuchingiz yetmasa, klinik psixologga borib, menda mana shunaqa vaziyat, kasbim bunaqa, yoshim bundoq, oilamning iqtisodiy byudjeti mana bundoq, lekin depressiyadaman. Ana sizga tibbiy psixolog yoki klinik psixolog maslahat beradi-da, sizdan kelib chiqib individual psixoterapiya degan narsa bor, Alfred Adlerning ishlab chiqqan. Sizni shundoq kuchli shaxsga aylantiradiki, nafaqat siz mana bu urinda qolasiz. Tushayotgan. Siz kuchayib ketib, ko'pincha depressiyaga tushib turib, cheris psixolog o'tganlar qudratli insonga aylangan. Mashhur odamlar, Elon Muskni qarang, bolalik davrini. Kuchayib ketadi odam. Juda ham bolalik davri qiyin bo'lib o'tgan, kuchli shaxsga aylanganlar ham bor, diktator bo'lib ketganlar ham bor. O'shuning uchun kuch topib borish kerak. Yana aytishadi, xo'p, o'zida depressiya bo'lsa ham nega bormaydi doktorga deydi. Aytdim-ku, ikkinchi belgisini. Harakatga bo'lgan motivatsiyani so'zni so'nishi. Motivatsiya qanday go'zal so'z. Kimdir motivatsiyani so'ndirib qo'ysa, boshqa odam motivatsiyani tiklab beradi. Lekin men eshitganman bir xilga shu internet nashrlarida o'qiganimda, jurnallarda o'qiganimda, depressiyaning yana bitta kelib chiqish sabablari bu inson o'ziga yuqori bir maqsad qo'yishga va o'sha yuqori maqsadga qo'yib erisha olmaganligida
o'sha narsaga yetib borolmaganligidan shu tushkunlikka tushib qoladi deb ham eshitganmanda. Shu narsa qanchalik to'g'ri? Haqiqat bor. Ayniqsa mana studentlarimizda ham ko'p uchraydi. Man deydi, mana hozir IELTS, TOEFL degan testlarimiz bor dunyoda chiqqan. IELTSdan 9 olaman deydi. Yo 9 olmay 6, 7 olib qoladi. Yoki aytaylik, men institutni qizil diplomga bitiraman deydi. Qizil diplomni bitira olmay qoladi. Mana shunaqangi bir studentlarimiz orasida ham ko'p deyman, ko'p gaplashamiz, ko'p suhbatlashamiz. Nima yoshlar bilan bunaqa holatlar juda ko'p. Shu qanchalik to'g'ri o'zi umuman odam o'ziga ani kuchi yetmaydigan darajada maqsad qo'yib o'sha narsaga harakat qilish. Bunda haqiqat bor. Isbot qani desangiz, eng rivojlangan davlatlarda depressiya eng ko'p uchraydi. Eng rivojlangan davlatlarda suitsid ko'p uchraydi. To'g'ri. Mana Yaponiyada, Janubiy Koreyada suitsid ko'p uchraydi. Xuddi shu talab ko'pligi uchun. U yoqda ham psixologlar bong urib yotibdi. Hoy, nima qilyapsizlar? Endi o'tda bunaqa bosim, lekin bizda ham ko'p-ku. Bizda haligi men aytganimdek, bugun ham majlis, ertaga ham majlis, hokim urushgan, bunaqa qilgan, shuni hisobiga. Agar ishdan ketib turib, yolg'iz tadbirkorlik qilayotgan paytda yolg'onga tushib qoldi, qarzga botib qoldi, aldadi, kredit beraman dedi, 27% kredit, buni hisobidan. Mana Qozog'istonda nega suitsid ko'payib oldi? Hali ham ko'p bo'ladi. Chunki kreditlari ol dedi-da, keyin so'rab boshlaganda suitsid oshib boshladi. Shuning uchun individual psixologiya nuqtai nazaridan kelib chiqadigan bo'lsak, qila oladigan ishingni qil, bu bir. Ikkinchidan, yo'q, men maqsadni juda yuqori qo'yaman desa, maqsadni yuqori qo'y. Va o'sha maqsadga stupenka yasab ol. Bosqich. Zina yasab ol. Ikkinchi etajga chiq. Xohlasang 7-qavatga chiq. Lekin zina orqali chiq. Darrov chiqaman desang, gupillab tushasan. Qanaqa yasayman? Aynan psixologning vazifasi sen ko'zlangan maqsadga yetkazish uchun o'sha zinapoyani yasab berishdan iborat. Bunga chiqding, bunga ham chiqasan, bunga chiqding, bunga ham chiqasan. Ko'rdingizmi? Maqsad qo'yaverish kerak. Qo'y, yetarli-ku desa bo'lmaydi. Nega bo'lmaydi? Chunki Tesla'ni yaratdi Elon Musk. Ketidan kosmik kemani nima qildi? To'xtasa bo'lardi. Hozir bittagina odamni o'zi NASA bilan necha yildan buyon katta institutlar qilmayotgan ishni bitta shaxsni o'zi katta guruhga nima qilyapti. Kosmosga odam uchirib, Marsga ham uchiraman deyapti. Ya'ni ba'zi psixologlar, hurmatli psixologlar, bo'ldi, hamma narsangiz bor-u, yig'ishtiring endi, uyingiz bor, joyingiz bor, mashinalaringiz bor, villalaringiz bor, hamma narsangiz bor-ku, yana nima kerak senga deydi. Bu xato. Bu xato fikr. Darrov Elon Muskni misol keltiring. Yo'q dedi, men NASAni orqada qoldiraman dedi-da, $1 trillion ortiq puli bor. Ko'z oldiga keltiring. Bu bir. Keyin yana bitta maslahat. O'zingiz qo'lga oling. Hammasi o'zingizni qo'lingizda, o'zingizga bog'liq degan konsepsiyadan voz kechish kerak. Agar uning ruhiyati unga bog'liq bo'lganda edi, senga kelmasdi. Mana shu konsepsiyaning xatoligini 20 yil oldin psixologlar to'xtanglar, biza xato maslahat bergan bo'lsak kerak. Uni taqdiri, uni psixologiyasi o'zini qo'lida bo'lsa, uni nega men yonimga kelib o'tiribdi? Yana biza seni o'zingga bog'liq desak, o'sha ko'zani yasash o'zingga bog'liq, chunki ko'zani o'zingga kerak-ku degan bilan barobar ko'zani yasashni bilganda ko'za yasashni o'rniga kelmasdi-ku. Kelinglar, to'xtataylik shu konsepsiyani. Aytmaylik. O'zingda kuch top, o'zingda degan terminni ishlatmasdan turib, shuni yaratishni boshqa yo'llarni o'rgataylik degandan keyin deyishdida depressiyadan o'lim sonlari sal kamaydi. Sal emas, yaxshigina kamaydi. Bu nima qiladiki, uyga boradida, "Xo'sh, bordingmi? Professor Ibodlayevga" deydi. 3 oydan buyon bormi yuruvdi? Bormayman deb yuruvdi. Hech qachon depressiyasi bor odam o'zi bormaydi doktorga. Olib borishadi uni. Nima dedi doktor, dedi onasi. Oyijon, o'zimni qo'limda ekan, hammasi. O'zimga bog'liq ekan, o'zim qo'lga olishim kerak ekan. Bo'lmagan gap, qo'ysangchi dedi.
Mana ishonmasangiz eshiting. Psixologga bildirmasdan gaplarni yozib oldim deydi. Shundoq qo'yadi. Mani ovozim bilan hammasi o'zingiz qo'lingizda. O'zing qo'lga ol deb aytdi. Keyin nima qiladi? 2,5 metr arqon izlab boshlaydi. Bitta umidim o'sha Ibodullaevdan edi. O'sha odam aytdi, shuncha kitob yozgan, shuncha stajga ega bo'lgan odam o'zi aytdi menga. Mana isboti. Aytdimki, oyijon, menga hech kim yordam bera olmaydi. Men sizlarni azob berganim uchun, qiynaganim uchun shunaqa dardga muftalo bo'ldim. Mana isboti. Professor o'zi aytib turibdi-ku. Tushundingizlarmi dedi. Ha. Mayli endi bolam qo'y dedi. Ota bilan ona uxlagani yotadi. Bu chiqadi-da o'zini baland binodan tashlaydi yoki bo'lmasa osib qo'yadi. Ko'rdingizmi? Bu yomon narsa. Men nega buni alohida aytayotganim, kelyapti-da. O'zini o'ldirgan odam kelmaydi. Men shunaqa maslahat berdi menga. Shu to'g'rimi? Nima bo'ldi shundan keyin deb so'rayman-da, qiziqasiz-ku, olim odam doimo. To'g'ri. Battar bo'ldim dedi. Hali ham bor. Mana ochiqchasiga YouTube kanallarida, Telegram kanallarida ko'raman. O'zingni isloh qil degan narsa boshqa. O'zingni angla degan narsa boshqa. O'zingni qo'lga ol, hammasi o'zingda deyish boshqa. Yo'q, biz birgalikda ishlaymiz. Sizga yordam beramiz. Sizni shunaqa kuchli shaxsga aylantiramizki, nafaqat siz bu holatdan chiqasiz, boshqalarni ham chiqarasiz. Mana Nuratadan asabiy ruhiyat o'qib turibman, depressiyadan chiqdim. Yana 5 ta o'qituvchini depressiyadan chiqardim deb menga xat yozdi 10 yillar oldin. O'qituvchi. Psixologiyaga qiziqar ekan. Buni autosuggestika deydi. Ko'rdingizmi? Men shu momentdan foydalanib aytib qolay deb meni eshitayotgan yosh psixologlarga, boshqa psixoterapevtlarga bu maslahatim, bunaqa konsepsiyadan voz kechinglar. Noto'g'ri уже ishlamaydigan konsepsiya ekanda, demak. Zarafboy aka, efirimiz vaqti chegaralanib qoldi. Shunga men yana bir sizga oxirgi savolimni bermoqchiman. Shundan so'ng bir efir oxirida bir yoshlarimizga bitta maslahat bersangiz juda xursand bo'lardik. Xo'p, savolim shundan iboratki, mana depressiya mavzusini boshladik va oxiriga keldik. Depressiya mavzusida efirga kelishimdan oldin bir inson menga shu siz bilan bugun bo'ladigan suhbatimni bilib qolib murojaat qildilar. Men shu savolni bir so'ragin, anonimniy deb aytdilar. Endi aytolmayman kimligini bu insonni. Shu inson yozib yuboribdilar telefonimga. Aytdilarki, mana depressiyada ekanlar. Hozir ham tushunishim bo'yicha shu qanaqadir antidepressantlar ichar ekanlar ular. Ular aytdilarki, inson bir umr antidepressant ichib o'tish qanchalik bu to'g'ri yoki shu antidepressant ichib oxirigacha hayotini yashaydimi yoki antidepressantsiz ham qanaqadir yashab keyinchalik dorisiz ham yashab o'tsa bo'ladimi degan savolni yozib yuboribdilar. Shunga nima deysiz? Bu antidepressant dorilar qanchalik uzoq ichish mumkin yoki to'xtatish mumkinmi? Chunki buni ham tushunishimcha ruschada побочный effekti deydi. Shunaqa nimalari bor ekan o'ziga yarasha. Umuman olganda o'zini isloh qilmay, o'zini ruhiyatini tartibga keltirmay turib, antidepressant ichgan odam qo'l o'zini yumay turib ovqat yegan bilan yoki kecha yeyilgan idishni yuvmasdan turib ovqat yegan bilan barobar. Bu nima deganim? Ikkita yo'li borda depressiyani davolashni. Haligacha olimlar, tibbiyotga aloqasi bo'lmagan psixologlar umuman antidepressant kerak emas, psixoterapiya bilan davolasa bo'ladi deydi. Mana shu klinik psixologlar guruhi. Tibbiy psixologlar antidepressantlarni ham ishlatadi, psixoterapiyani ham ishlatadi. Tushundingizmi? Har qanday depressiyani davolash psixoterapiyadan boshlanib, psixoterapiya bilan tugallanishi kerak, o'rtada antidepressant ichish mumkin. Umuman olganda depressiyani qaysi turda qancha vaqt antidepressant ichsa bo'ladi, buni doktor belgilaydi. Baribir aniq qilib aytsangiz-chi desa,
3ga bo'linadi. 30-33% bemorlar 3 oy ichadi antidepressant bo'ldi chiqib ketadi. 30-33% bemorlar 1 yil ichadi chiqib ketadi. Qolganlari 3 yil ichishi mumkin. Agar 3 yil ichsa ham chiqib ketmasa, haligi meni gapim, ruhiyati bilan ishlash kerak. Umrbod dori ichadigan kasallik bu dunyoda yo'q. Bor va rak bor, anu bor, bu bor, yo'q. Unda ham har xil texnologiyalar qo'llaydi. Bu yerda qanaqadir psixologik statusini tekshirib ko'rish kerak bularni. Rahmat javobingiz uchun Zarifboy aka. Bugungi suhbatimiz juda ham qiziq bo'ldi. Mana boshqa intervyularingizni ham ko'rdim. Bugungi intervyumizdan oldin u yoqda aytilmagan gaplarni ham bugun aytib ketdingiz. Bu avvalambor mana shu ruhiyat bilan qiziqadigan yoki ruhiyatga tegishli bo'lgan muammolar bo'lgan aholimiz uchun juda ham zo'r maslahatlar bo'ldi. Bebaho deb bilaman. Sizni bugungi tashrifingiz uchun avvalambor kattakon tashakkur deyman. Esimdan chiqmasdan aytib qo'ymoqchiman. Bizni loyihamiz Young Uzbekistan deb nomlangan. Bu bejiz emas, chunki bizni kuzatadigan asosiy auditoriyamiz shu yoshi 20-25 yoshdan 35-40 yoshgacha bo'lgan yosh aholining qatlami. Shuning uchun sizni shu oxirgi so'zingiz sifatida bir maslahat bersangiz demoqchi edim. Shu bizlarning yoshlarga. Yoshlarga 3 ta maslahatim bor. Birinchisi, qaysi soha bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, aqliy mehnatmi, jismoniy mehnatmi, shu daraja uni ustida ishlanki, takomillashtirib boringki, o'sha sohani eng zo'r mutaxassisiga aylaning. Bu birinchi maslahatim. Ikkinchi maslahatim, qaysi sohada ishlashingiz qat'iy nazar, oddiy jismoniy mehnat bilan shug'ullanasizmi, aqliy mehnat bilan shug'ullanasizmi? Albatta til o'rganing. Iloj bo'lsa ingliz tili. Eng asosiy. Uchinchisi, sport bilan shug'ullaning. Sport bilan. Demak, o'zini nega kitobni aytmadingiz deyish mumkin. Ya'ni o'zini isloh qilib, o'zini egallagan sohasini kuchaytirib, eng zo'r lideriga aylanish uchun albatta u kitob o'qiydi. Albatta izlanadi, albatta ustoz topadi. Bu asosiy maslahatim. Hamma narsang bo'lib turib, til bilmasang, O'zbekiston darajasida qolib ketaverasan. To'g'ri. Chunki yoshlarning xotirasi kuchli, albatta til o'rganish kerak. To'g'ri. Bu dunyoda ikkita narsa arzon. Biri til, biri buxanka noni. Qayoqqa qarasang til markazi bor. Tushundingizmi? To'g'ri. Nima? Bo'ldi, cho'zib olsak bo'lmaydi. Uchinchisi sport dedik. Sport dedim. Sport bilan shug'ullansa, hamma dardga davo bu sport. O'sha depressiyaga ham davo sport. Zarifboy aka, rahmat kattakon. Bugun vaqt ajratib, vaqtingizni ayamasdan, shu bizni taklifni rad etmasdan shu loyihamizga kelib, qimmatli maslahatlaringizni bo'lishganingiz uchun juda ham katta tashakkur, minnatdorchilik bildirmoqchiman. Siz bilan aslida gaplashadigan mavzularimiz ko'p ekan, suhbat davomida ko'rdik, lekin bugun vaqt yetmadi, afsuski. Lekin men o'zimga shu miyam bir chetida reja qilib qo'ydimki, niyat qilib kelasi bizani keyingi sonlarimizda albatta boshqa mavzularga ham bir chiroyli reja qilib tayyorlab sizni taklif qilamiz. Bugungi suhbat uchun yana bir marta rahmat demoqchiman. Xush kelibsiz loyihamizga. Salomat bo'ling. Rahmat. Azizlar, bugungi sonimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi sonimizni yaqindan olishga yordam bergan bizning yaqin hamkorimiz SkillsLab majmuasiga SkillsLab ko'p tarmoqli xususiy o'quv markazi uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat, sog' bo'linglar.